Men Wizerus apply deganga bosamiz va new deganga bosamiz va advocate degan joyga bosamiz. Set degan joyga mana 999 deb yozamiz. Pastda turyapti 9. Mana Creative World deganga bosamiz va endi qishloqqa tushamiz. Endi qishloqqa tushdik va mana shu qishloq 999 qanday yarashib turibdi. O'zimga kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz. Qani go'billa like bosamiz. Hop, mayli desa video boshida aytdim sizlarga ozgina survival qilamiz deb. Qanday brat? Ha, yaxshi. Hop, mayli endi esa temirchini uy bor ekan bu yerda. Endi boramiz. Davay, let's go billa. Ungacha like bosamiz. Ha, endi esa mana buni olamiz. Obsidian bor ekan bu yerda. Endi esa men portal qura olaman, mana kiyib olaman. Obsidian yetmas ekan-ku. Voy, bilmabman-ku. Voy, obsidian yetmas ekan. Hop, mayli quraveramiz. Qishloqlar uchun sovg'a bo'ladi bu. Va qishloqlar o'zi qolganini qurib olar-da ish qilib. Hop, mayli. Endi esa mana bu obsidianni bu yoqqa qo'yamiz va bu yerda bittasi mana bu yoqqa qo'yamiz. Keyin buni sindirib olaman va buni bu yoqqa qo'yamiz. Ana bo'ldi. Endi esa bloklarni olamiz va bu yerdan suramiz. Mana bu yerga yoqamiz. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yinglar. Xo'p, mayli endi esa bitta mana bu uyni ko'raylikchi. Voy, hech narsa yo'q ekan bu yerda. Hop. Endi esa qanday do'stlar, qanday o'zimga mana bu nima deyiladi? Shunaqa narsa yarashib turibdimi? Wow, orqamda creeperning rasmi turibdi. Bo'ladi, normal. Hop, mayli. Do'stlar, keyingi qishloqqa o'tamiz. Davay, let's go. New degan joyga bosib va survivalga o'tamiz va advocate degan joyga Mimi deb yozamiz. Endi esa Mimi deb yozdik va Creative World deganga bossak va qanday do'stlar, mana bu qishloqda tushib oldik. Endi esa biz pastga tushamiz. Va push. Mayli, endi esa nima, qandaysizlar bratlar, qandaysizlar? Men kuchliman. Men qo'limdan olov chiqaraman. Aytganimdek qo'limdan olov chiqib ketdi. Ko'rdinglarmi? Bitta jahlim chiqib ketdi. Qishloqlarni ham boring. Men xalqmanmi? To'g'ri, xalqman-ku. Bilmaysizlarmi? Xalqman-ku. Komment yozib qoldiringlar. Men xalqmanmi yoki oddiy Wizerus? Endi esa bizda ish qilib bir narsa qilamiz. Xo'p, mana bu qishloqlarni ko'rib oldik va bu yerda hech narsa yo'q ekan. Xo'p, mayli endi esa bu yerlarni ko'rib oldik. Mana shu yerga bitta avval o'ynab ko'rganman-da, shu yerda bitta narsa bor edi. Esimdan chiqib turibdi. Hozir yerga boryapman. Ozgina qorong'i ekan. Voy, zombi ekan, yo'qol. Onasini emsin, yo'qol. Yo'qol. Voy, yo'qol jonlatcha, yo'qol. Ko'rgan bo'lsanglar o'ng tarafda turgan edi va biz qochamiz. Bu yerda kumsham bor ekan, avval ko'rdinglar. Bu yerda loy blok kerak bo'lib turibdi menga hozir. Loy blok. Bu yerda zombi kelyapti, yo'qol. Onasini emmagur, yo'qol. O'lib ketdi. Joylaring jannatdan bo'lsin. Nimaga bosilib ketadi? Voy. Hop, mayli endi esa betdan chiqish uchun hop nima qildim men? Voy, men yo'riq basharaman-da, yo'riq bashara. Ha, endi esa biza botlarni ko'rdinglar, endi bu yoqqa. Mana bu yerni. Hop, mayli biza keyingi qishloqqa o'tamiz. Davay, let's go bolalar. Chiqib ketdim. Ne degan joyga bosib va advocate degan joyga bosamiz. Va biza endi sizlar kutgan o'g'illar keldi. 111 deb yozamiz va Creative World. Va sizlar kutgan o'g'illar sizga ko'rsataman. Va bu baraban sadolar ostida va piramida. Hop, mayli endi ozgina piramidani ko'ramiz. Davay, let's go bolalar. Hop, endi piramidaga boramiz. Ha deyapman, kulyapmanmi? Yo'q, hop, mayli. Ish qilib bir narsalar batga tushib olamiz va batga tushamiz. To'xta. Hop, qani bolalar, olg'abam. Hop, mayli. Jonim daraja ko'p ketmadi. Endi sandiqdagi narsalar, temir, 4 ta temir, bu suyak menga kerak emas. Bu yerda bitta temir, bu
bitta qancha aha 12 ta va bitta oltin va bitta ko'paygan olmos zo'r. Bunda pastni buzib TRTlarni botdan olamiz. Aha. Buni ham olamiz va buni ham olamiz. Buni ham olamiz va buni ham. Qanday chiqaman? Bitta qolib ketibdi. Xo'p, buni ham olamiz. Hozir mana oldim endi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Davay, let's go. Ozgina sabr qilamiz. 2000 years later. Va nihoyat chiqib oldim. Endi esa bolalar keyingi qishloqqa davay, let's go. Nev degan joyiga bosamiz va endi esa survival va advocate degan joyga bosib va set degan joyga yozamiz va biza eng kattada final deb yozamiz. Qani bolalar, go. Pastda turyapti final yozamiz deb. Endi esa Creative World va biza final degan qishloqda tushib oldik va bu yerda ko'p narsalar bor ekan. Xo'p, bu yerda ko'p narsa yo'q ekanda, ish qilib. Ozgina qishloq, bu yerda video olsangiz zo'r bo'ladi-da. Xo'p, mana bu yerda temirchini uyi bor. Ko'p bu yerda deb bordim. Hamma komment yozib qoldilar. Bu yerda nima bu yerda? Ish qilib bir narsada oldik mana. Shu yerda bir narsa bor ekan, buni ham kiyib olamiz va zo'r. Menga qanaqa yarashyapti? Komment yozib qoldiringlar. Mana buni uyida nima bor ekan? Xo'p, oddiy uy. Ha, men aytgancha bitta videoda ko'rgandim. Mana shu pastda mana Ender Dragonga olib boradigan portal ko'rgan edim-da. Shuni ko'ryapman. Aytgancha meni kirkam yo'q. Mal tepaga chiqamiz, buni blokni bu yerga qo'yamiz va qo'ysangchi. Xo'p, mana buzib qo'yamiz va endi esa biz mana shu yerdagi daraxtlarni olamiz va birinchisini ham olib bo'ldik va endi ikkinchisini ham olib bo'ldik va uchinchisi menga 3 dona ham yetib ortadi. Ha, ammo men xatolik qilib qo'ymasam. Xo'p, buni ham olamiz va endi esa men ikkita versiya qilibman-ku, aytganimdek. Men bitta xato qilsam yomon bo'lmaydi bu. Xo'p, mayli, endi esa biza chop olamiz va ikkita kirka deyiladi, shundan olamiz. Sinib qolishi ham mumkin va qancha uzoqligini bilmayman. Videoni yoki ko'p bo'lar yoki tezroq chiqishi uchun like bosamiz. Xo'p, endi esa buni ham sindiramiz, Ha, endi buni ham olamiz. Ozgina qolyapti. Xo'p, buni ham olamiz va buni ham qachon chiqadi bu jonzot qachon chiqadi? Jonzotmi bu? Yerda ish qilib, joyda ish qilib. Bu yerni ham olamiz va bu yoqni ham olamiz va bu yoqni ham olamiz. Xo'p, buni ham olamiz va 3 2 1 va tushdik va to'rni ustiga tushib qoldik. Nima bo'lyapti? To'r ekani. Aytgandek to'r bu. Sasib qolganda u. Va bu yerda narsalar sandiq bor ekan, shuni yoniga boryapman men ham. Qochsang-chi, jallodcham. Xo'p, ana yerda sandiq bor ekan va ichida hech narsa yo'q. Meni prank qilishda aldashdi. Voy. Xo'p, mayli, bu yerlarda hech narsa yo'q. To'r bor ekan bu yerda. Xo'p, bu yoqda yo'l bor ekan. Ammo men qorong'ilikdan qo'rqaman-da. Kim qorong'ilikdan qo'rqsa, komment yozib qoldiradi. Men qorong'ilikdan seriyozno aldamayapman, qo'rqaman. Xo'p, mayli, endi esa bu yerlarda hech narsa yo'q ekan. Va endi esa keyingi qishloqqa go. Endi nev degan joyga bosamiz va survival va advocate degan joyga bosamiz. Va mana shunaqa set degan joyga 455 deb yozamiz, pastda turyapti. Ha, endi Creative World deganga bosamiz va biz tushdik mana shu qishloqda va bu qishloq yaxshi ekan. Mana men videolarga ko'rganimda bu eng katta qishloq deb eshitgan. Xo'p, mana meni ham ish qilib bir narsada bu yerlarda bor ekan. Bu yerda qishloqcha qondas. Yaxshi, vazir. Xo'p, gapiryapti bular ham. Qishloq eng katta qishloq deb eshitgan deb kanalimga obuna bo'lib videoga like bosamiz. Qani go bo'ldi. Xo'p, yurak parchalandi. Xo'p, mayli.
Ezgu va qayg'ularni qo'yamiz-da, videoni olamiz-da. Hop, mayli, bitta hech narsa yo'q ekan. Va qishloq qondasin. Yaxshi, voy sen xuntas, brat. Hop, mayli, yaxshiman, yozishchi. Ha, yaxshi. Nima qilyapsiz? Uyalmaysizmi? Yo'q, sen uyalmaysan. Gaplashgan turganman. Hop, nima? Men uyalmayman. Hop, mayli, endi esa men qiz bola emasman uyalganday. Hop, mayli, endi esa blok bor ekan u yerda. Men ham hayron qoldim. Noto'g'ri qo'yibman-ku bu yerda sandiqlarda nima bor ekan? Bu yerda qilich va olma bor ekan. Mayli, sizlar bilan vazir o'z bo'ldik. Yangi videolarimda ko'rishguncha kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosamiz. Qani go bo'llar.